Toshkent tumanidan Keles Hammom ko'chadan faizli bo'lgan mahallalardan faizli uchastkalarni topib qo'ydik-ku. Janob oliylari sizlar ko'rishingiz mumkin. Negativ san ko'rmasang ham bo'laveradi ayni. Lekin bu relsdan chiqib qolgan bo'lsa o'tkazib yuborishing ham mumkin. Lekin mard bo'libdi, like bosib, yaqinlaringga jo'natib qo'ysang, men san tarafdan xursand bo'lib qolgan bo'lardim. Bu uy ma'lumotlarini dakkansiz tushunging kelayotgan bo'lsa, uyimizning informatsiyasiga keladigan bo'lsa, 7,5 sotuv bo'ladi, 8 ta xona, 2 ta sanuzel oshxonasiga ega bo'ladi. Chiroyli kompaktli hovlisiga ham ega bo'ladi. janob oliylari, o'zinglarni kuzatuvinglardamanmi, hali ham o'tkazib yubormadinglarmi? Faizli xonadonimizning darvozaxonalarini ko'ryapsizlar, juda ham katta kenglikda, qo'shnilaringizni mashinasini ham olib kirib qo'ysanglar bo'lar ekan. Ahamiyat bermaysizlar, kalovatlarni chiroyli qilib, oilaviy maza qilib dam olib o'tiradigan joylari ham bor ekan. Xonalarimizni ichki qismi bilan tanishtirib beramiz. Kiruvishingizni ko'ryapsizlar, bu xo'l qismimiz bo'ladi. Bu chiroyligina zal bo'ladi. Kirsanglar ko'rdinglar, ikkita xonamiz bor. Xuddi shunaqa, bu yog'imizdan xuddi shu xona bilan bir xilda bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana havo aylanishiga joylarni tashlab ketishgan. Xonamiz sanuzel bo'ladi. Ko'ryapsizlar, chiroyli qilib qo'yishgan. Bardakka ahamiyat bermaysizlar. Bitta xonamiz bilan tanishtirdik. Keyin fasad qismlarimizni ham e'tibor ketishimiz kerak. 15 metrga 51 metr ekan. Xo'li juda uzun ekan, lekin ikkinchi xonalari bilan tanishtiramiz. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, katta zallari bor ekan, o'zingizlar qarab qilaverasizlar. Keyin bu yoqda spalnilarimiz bor ekan. Bemalol ko'raverasizlar o'zingizlar uchun. Keyin bu yoqda katta sanuzellari bor ekan, bemalol o'zingizlar to'g'irlab olasiz. Ularni chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yoq mana oshxona qismimiz, keyin bu yoqda maza qilib oilaviy choy ichib o'tiradigan xonalar ham bor ekan. Bu faizli xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsa, 130 ming dollarga baholab qo'ydik. Bemalol telefon qilib egalariga aylanib olishingiz mumkin. Zeleniy zonalarini ko'ryapsizlar, mevali daraxtlari ham juda chiroyli ekan. Tez oilaviy kelib mana shu uyga bosib yuboringlar.